Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlarga juda ham dolzarb mavzulardan biri bo'lib turgan QR kod orqali kelish mavzusi haqida gapirib bermoqchiman. Agar siz Rossiyaga kelishni yaqin kunlarda rejalashtirib turgan bo'lsangiz, aynan shu video siz uchun juda ham foydali bo'ladi. Albatta ko'rishdan oldin bitta like tugmachasini bosib qo'yishni esdan chiqarmaysiz. Sababi endi 2025-yilda 30-iyundan boshlab har bitta kelyapti turgan chet el fuqarolari Rossiya hududiga kirib kelishdan oldin QR kod taqdim qilishi kerak bo'ladi. Albatta bu mavzu haqida hozir sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Siz esa videoga bittagina like tugmachasini bosib qo'yishni chiqarmaysiz. Agar siz Rossiya hududiga yaqin kunlar ichida kirib kelishni rejalashtirib turgan bo'lsangiz, 2025-yil 30-iyunidan yangi qonun kuchga kiradi. Ya'ni bu qonun albatta har bitta chet el fuqarolari Rossiya hududiga kirib kelishdan oldin QR kodni taqdim qilishlari kerak bo'ladi. Albatta buni qanday qilib olish haqida to'liq mana shu videoda birgalikda ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Endilikda chet el fuqarolari Rossiyaga kirayotganda maxsus QR kodni ko'rsatishlari shart bo'ladi. Bu QR kod RUID mobil приложениyasi orqali taqdim qilinadi. Xo'sh, RUID o'zi nima? Bu Rossiya hukumat tomonidan ishlab chiqilgan ilova bo'lib, u orqali siz o'z ma'lumotlaringizni kiritasiz, safar kuningizni belgilaysiz va shundan so'ng QR kodga ega bo'lasiz. Bu QR kodsiz sizni chegaradan o'tkazmasliklari mumkin. Shuni hisobidan siz bu QR kodni oldindan tayyorlab qo'ygan bo'lishingiz shart. Misol uchun, kirib kelishingizdan 48 soat oldin. Keling endi QR kodni 5 bosqichda qanday qilib rasmiylashtirish mumkinligi haqida birgalikda ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Men esa sizga bir boshdan tushuntirib beraman. Birinchisi, telefoningizga albatta RUID приложениyaсini yuklab oling. Albatta buni App Store yoki Play Market ilovalari orqali amalga oshirishning imkoniyati mavjud. Ikkinchisi, ilovada o'z pasport ma'lumotlaringizni kiritasiz. Uchinchisi, Rossiyaga borish sanangiz, nima sababdan kelayotganingiz va qayerda yashashingiz kerakligi haqida ma'lumotlarni kiritishingiz kerak bo'ladi. To'rtinchi holatda esa shu barcha qadamlarni bajarganingizdan so'ng sizga ilova avtomatik tarzda QR kodni taqdim etadi. Beshinchisi esa albatta chegaradan o'tayotganingizda yoki aeroportlarning tamojna kontroliga kelganingizda sizdan QR kod so'raladi va bu QR kodni siz shunchaki chegara xodimiga taqdim qilishingiz kerak bo'ladi va shu orqali bemalol Rossiya hududiga kirib kelishingiz mumkin bo'ladi. Albatta eshitilishi juda ham oddiy, to'g'rimi? Lekin buning o'ziga yarasha bir qancha talablari bor. Endi bu talablar kimga tegishli degan savolga javoblarni berib o'tishga harakat qilaman. Albatta bu talablar deyarli barcha chet el fuqarolariga tegishli. Jumladan talabalar, ishchilar, migrantlar yoki bo'lmasam tranzitni amalga oshirayotgan turgan sayohatchilar uchun ham tegishli bo'ladi. Va bu yerda barcha chet el fuqarolari, hatto tranzit orqali sayohat qilayotgan turganlar ham QR kodni olishlari va chegara xodimiga taqdim qilishlari kerak bo'ladi. Faqatgina ayrim toifadagi insonlar bu holatdan mustasno. Jumladan Belarus fuqarolari yoki bo'lmasam diplomatlar va bu tartibdan ozod etilgan insonlar. Ammo to'liq qilib aytganda, bizni kuzatadigan barcha insonlarning ko'pchiligi O'rta Osiyodan bo'lgani hisobidan va o'zbek diasporasi bo'lgani hisobidan deyarli hamma inson taqdim qilishi kerak bo'ladi. Va bu holatda sizda qanaqangidir qiyinchiliklar tug'ilyapti turgan bo'lsa, bemalol biz bilan bog'lanib, biz orqali ham shu QR kodlaringizni olishingiz mumkin bo'ladi. Albatta QR kodni olganingizdan so'ng siz uni telefoningizga shunchaki screenshot qilib olishingiz yoki bo'lmasa qog'ozga chiqarib olsangiz ham sizga juda ham udobniy bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, RUID приложениyaсini App Store, Play Market yoki bo'lmasa RusStore kabi ilovalardan yuklab olib, ma'lumotlaringizni kiritasiz va shunchaki QR kodni olasiz. Shunda kirib kelishda sizda hech qanaqangi muammolar, savollar bo'lmasligi mumkin va bemalol bu QR kod orqali Rossiya hududiga kirib kelishingiz mumkin bo'ladi. Albatta bu video sizga foydasi tekkan bo'lsa, albatta bitta like tugmachasini bosishni esdan chiqarmang va aviabiletlar xarid qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga hozir ekranlaringda chiqadigan raqamlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Har doimdek sizlar bilan Arzon aka YouTube kanalida ko'rishtirganimizdan xursandmiz. Shunaqangi mavzularni ko'rib borish uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni va qanaqadir savollar bo'lsa, kommentariyada bemalol o'zingiz izohingizni qoldirishingizni esdan chiqarmaysiz. Salomat bo'lasiz.